Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Dilisa Jaloliddinov Uzbek kanali. Bugungi videoda biz mana shu Telegram kanalimda adminim bo'lgan Shohruxning akkaunti ko'rib turganingizdek, bu videoni Shohrux olgan, menga videoni fayl qilib tashlab bergan. Men esa uni YouTube'ga ovozlar yozib montaj qilib qo'yaman. Xo'p jigarlar, bu Kubarsi, Araujo, Balde, ya'ni Barselona futbolchilarini, Ferran Torres, 4 ta Barselona futbolchilarini full qilishga harakat qilib ko'rgan. O'z akkauntida bilasiz, u Barselona muxlisi va biz bu futbolchilarni kuchaytirishni boshladik. Xo'p jigarlar, video sizlarga yoqadigan bo'lsa, albatta videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishingizni unutmang jigarlar. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, Balde, Araujo Kubarsiga tushmoqda. Kuchaytirgichlar ikkinchi marotaba ketma-ket va Ferran Torresga hali tushgani yo'q. Uchtalik kuchaytirish uchinchisi va bizga Torresga tushmoqda va break horse berildi. Xo'p, Kubarsining str darajasi ancha baland bo'lib qoldi. Bu Shohrux Barselona futbolchilari bilasiz, hozirda barchasi 80 darajali o'yinchilar edi. Araujo aniq ko'k darajaga tushib ketadi, chunki ancha o'yini pasayib qolgan. Kubarsi ko'tarilib ketsa kerak, Torres ham ko'tarilishi mumkin va keyingi futbolchi bizda Alejandro Balde, u ham 80-81 darajaga erishishi mumkin, lekin undan balandga ko'tarilib ketmaydi, chunki bilasiz, Balde ham juda kuchli futbolchi deb bo'lmaydi, lekin ancha yaxshi o'yinchi. Ko'p jarohat oladigan futbolchi. Bu 4 ta futbolchi ham hozirda 80 darajali o'yinchilar va uni Shohrux kuchaytirishga qaror qilibdi. Menga fayl qilib tashlab berdi. YouTube'ga qo'yishingizga sizga ideya dedi. Anchadan beri video qo'ymayotgan edim, shu uchun rozi bo'lib bu videoni chiqarishga harakat qildim jigarlar. Xo'p, Shohrux bilasiz, Telegram kanalimda admin va Telegram kanalimga qo'shilmaganlar bo'lsa, Telegram kanalim video описаниесida hamda kommentariyada pin holatida bo'ladi. Telegram kanalimga mana shunday skrinshotlar, har xil videodan olingan skrinshotlar, YouTube'ga qo'ya olmaydigan bir ikkita lavhalarim, shunga o'xshash lavhalar Telegram kanalimga tashlab boriladi. Xo'p jigarlar, ko'rib turganingizdek akkauntda Kubarsi menimcha birinchi bo'lib full bo'ladi, chunki ancha yaxshi kuchayib qoldi. Menimcha 2 ta 100 chiqadi Kubarsidan, 3-chi chiqmay qolar ekan. Bittalik kuchaytirish bittagina bor ekan, bosib yuborildi. Va akkauntda ko'rib turganingizdek Benzema, Neymar, Osimhen, Leao, barcha zo'r eski o'yinchilar bor. Ko'rib turganingizdek, bu akkaunt ancha vaqtdan beri o'ynanyapti va bu akkauntda keyingi videolarda ham yana boshqa Barselona o'yinchilarini full qilaman deyaptilar. Barselonaning ashaddiy muxlisi Shohrux. Shu sababli men hech narsa demadim. Bemalol full qilavering. Videosini menga tashlab bersangiz YouTube'ga qo'yib beraman dedim. Shu sababli keyingi videoda kimlarni full qilishini xohlaysiz, shuni ham albatta kommentariyada yozib qo'ying. Mana Kubarsi full holatiga yetdi. Tezlik 96, tezlanish 100, stamina 99, str 100 bo'lmoqda. Va keyingi kuchaytirish bizda 3 talik kuchaytirishdan bosib yuboramiz. Balde, biroz internetda xato bo'lyapti va kuchaytirish bosildi. Balde, Ferran Torres hamda Araujo. Ferranda tezlik 98, tezlanish 100, stamina 99 bo'lib qoldi va endi yana bitta ikkitalik kuchaytirish bosamiz deganda kuchaytirish qolmadi va bittalik kuchaytirishlar yig'ildi. Ko'rib turganingizdek, staminasiga Araujoning va yana Araujoning staminasiga tushmoqda va keyingi kuchaytirishimiz yana Araujoning stamina darajasiga tushmoqda va mana biroz kuchaytirishlar, ikkitalik kuchaytirishlar va olmos yig'ilibdi. Endi ikkitalik kuchaytirish bitta bosildi. Ferran Torresning stri va stamina darajalariga tushdi. Staminasi ham 100 bo'ldi. 2 ta 100 chiqdi. Araujodan esa 3 ta 100 chiqib oldi. Hop, keyingi kuchaytirishimiz bizda Ferran hamda Baldega tushmoqda va Baldedan va Ferrandan 3 tadan 100 chiqarib olindi. Endi mana shunday 3 tadan 100 chiqarilgan holatda keyin texnika bossa ham yaxshi bo'lardi, lekin Araujo yaxshi kuchaymagan. Shu sababli bittalik kuchaytirish bosavergan ma'qul. Araujoga tushmoqda, staminasiga va endi Baldining stresiga tushdi. Baldining stresi 90 bo'ldi. Endi menimcha texnika bossa bo'lardi. Albatta va ikkitalik texnika bosildi. Kontrol hamda
zarbasiga tushmoqda Arauxo hamda Baldening. Takling darajasiga tushganda yaxshi holat bo'lardi ikki futbolchiga ham, lekin taklingga tushmadi ko'rib turganingizdek va yana texnika kuchaytirish ikkitaligidan bosamiz va Arauxo full holatga yetdi va yana kontrol va zarbasiga tushdi. Bittadan plyus berildi. Arauxodan 3/100 chiqarildi. Menimcha yaxshi holatda kuchaydi Arauxo. Albatta tezliklari ideal. Balde ham salgina kam full holatga yetdi. U ham albatta yaxshi kuchaymoqda Balde ham. Xo'p jigarlar, endi ikkitalik kuchaytirishdan bittagina bosib yuborish kerak. Yo'q, 16 ta bittalik texnika bor ekan. Shuni o'zidan ham full qilib qo'ysa bo'ladi. Ikki futbolchini Baldega tushdi va Balde full holatiga yetdi. 3/100, str 90, kontrol 84, pas 79, zarbat 49 va strsi to'g'rirog'i taklingi 82 holatda full bo'ldi. Balde endi Ferran Torresni fitness bittalik kuchaytirishlar bilan kuchaytirib qo'yaveramiz. Xo'p, zarbasi bizga 87 yoki 90lar bo'lib ketsa ideal bo'lardi, lekin buning iloji yo'q. Lekin qo'ldan kelgancha yaxshi kuchaytirishga harakat qiladi Shohrux albatta. Bilasiz, Barselonaning bu futbolchilari 80 darajali o'yinchilar. Baribir bu tarkibda, bu akkauntda tarkibga ham kiritilmasa kerak. Mana bu reserver miniosida qolib ketadi bu o'yinchilar. Baribir shunchaki Barselona muxlisi bo'lganligi uchun bu futbolchilarni full qilib qo'yapti Shohrux. Xo'p, albatta yana bir bor sizlarga aytib o'taman. Telegram kanalimga o'tib qo'ysangiz, Telegram kanalimda barcha yangiliklar, DLSga oid barcha xabarlar tashlab boriladi va endi fitness kuchaytirish bosishga qaror qilibdi Shohrux, 95 qilib oldi. Staminani strni to'g'rirog'i va endi yana texnika kuchaytirgichlar va Balde ham full holatga yetsa kerak. Zarbasi 88 bo'lmoqda. Va menimcha endi so'nggi kuchaytirgich va Balde full holatga yetdi, strga tushdi. Str 96 bo'ladimi? Yo'q, 96 bo'lmadi. Balde yaxshi holatda kuchaya oldi bizda. Xo'p jigarlar, video albatta sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang jigarlar. Yana bir bor aytaman jigarlar, Telegram kanalimga o'tib qo'ysangiz barcha yangiliklar, DLS haqidagi yangiliklar bo'ladi. Telegram kanalim video opisiyaniyasida hamda kommentariyada pin holatda bo'ladi. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.